Türkiye'nin giyimini yozgan odam bor. Mehmet Akif Ersoy degan odam. Shu odam aytadi, jami masjidga bordim deydi. Borsam deydi, bir sochlari oppoq, soqollari oppoq, 80dan oshgan bir odam namozda ho'ng yig'laydi deydi. Bir ko'rdim deydi, ikki ko'rdim deydi, keyin anaqa qilmasdan borib so'radim deydi. Sizni qachon ko'rsam namozda turasiz, doim yig'laysiz. Nimaga yig'laysiz? Sababini ayting. Desa, men yig'layman, sababini aytsam yuragim to'xtab qoladi deb qo'rqaman. O'shaning uchun sababini so'rama deydi. Endi bu odam ziyoli odam, nima qilib bo'lsa ham hodisani o'rganmoqchi bo'ldim. U odam Abdulhamid kinoni ko'rdinglarmi? Abdulhamid davridagi mingboshi bo'lgan ekan. Mingboshi degani 1000 ta askarni komandiri bo'lgan, kapitani bo'lgan.